Bundan oldin ham qo'ydim $98,000 bitta uyimizni. Ikkinchi uyimizni sotuvga chiqdi. Faqat oldingi uydan razницasi narxida $115,000. Xo'p, uyimizni ikkinchi uy. Bu uyimizni tomon жилой qilingan. Hozir ko'rsataman. Uyimizga kirib kelamiz. Закрытый двор. Uy kirib kelganimizda shunaqa koridor kutib olinadi. Oshxonasi. Общий санузел. Подвал. Podol ham жилой qilingan, katta qilib. Bu yerda sanuzullar. Ikkinchi etajga chiqqanimizda общий санузел. Детский. Balkoni bilan birga. Bu tarafda ham balkoni bor. Yana bitta xonamiz. Oxirgi xona ikkinchi etajdagi. Bu yerda tepaga chiqib ketish. Chirdak общий qilib qo'yilgan. Birinchi kichkina xona. İkinci kichkina xona.